butun uy hammasi komplektatsiyasi Italiyadan qilingan ekan. Lustr sotyapti Xitoyniki. $400 deydi, oddiy bitta какой-то lampochka такой anaqani. Men u yoqda $30 olganman xuddi shu narsani. Dizayner o'zi komplektatsiyani prям Italiya bilan ishlab qilgani yaxshimi? yoki O'zbekistondagi partnyorlar bilan ishlagani yaxshimi? Ko'pchilik bozor tushaman, misol uchun qo'shni do'kon nima olib kirsa, u ham xuddi shu narsa olib kiradi. Vibr yo'q, kafilda ham anaqada ham yo'q. Prorabskiy qilib berasizmi? Men prorab emasman. Endi o'zim prorab topaman. Men prorabga ham pul to'layman, sizga ham pul to'laymanmi deydi. Tushunmaydi bir xil narsa. Bo'ladi takoy. Mana misol uchun klient olib bordik, o'sha obyekt bo'yicha, men qilib kelayotgan obyektlar bo'yicha hech narsa deyilmaydi. Kirgansiz o'zi tanishadi. Sizniki nima qilaylik, skidkangizni aytib, sirada olib tashlaylar, skidka beringlar. Klient eshitib turadi shu narsani. Men bir nechta ishlarni olib yurgan prorablarni ko'rdim. Proyekt o'qish ham bilmasam. Real o'qish ham bilmasam. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Bugun MSVR podkastida ajoyib kontent, eksklyuziv. Anchadan beri reja qilib yurgan narsamiz bugunga nasib qildi. Bugun bir podkastimiz ichida qo'shimcha rubrika qo'shdik. Именно podkastimizda qatnashayotgan mehmonimizni qilgan obyektlarini ham ko'rsatish nasib qilyapti. Bugungi dizayner podkastimiz mehmoni Abror aka Zaripov. Ularning obyektlaridanmiz bugun. O'zlari ham shu yerda bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum. Abror aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Salomatmisiz? Rahmat. Qanaqasiz aka? Abror aka rahmat, yana bir bor chaqirganingiz uchun. Mehmonga obyektingizni ko'rish nasib qilar ekan bugun. Qayerdan boshlaymiz? Nima qilamiz aka? Mana kirishdan boshlasa bo'ladi. Kirishdan asosiy kirish bizada ishlov berilgan. Bu yerda demak, ko'chadan kirganda bu yoqda получается portal qilingan. Eshiklar hammasi mana bu Italiyadan zakaz qildik. Ishi ham Italiyadan kelgan. Polностью o'sha dizayn bo'yicha chizilgan bo'yicha, mana bu ichidagi shakllarni hammasini o'sha chizib berganimiz bo'yicha qilingan. Teglari o'sha ko'chadan ham ichkaridan latum qo'yilgan, namli tegmasligi uchun shu ishlov qilingan. Tushunarli. Abror aka, mana shu zona, prixожий zonada hozir uyga ko'raman. Zinasi uy уровениga chiqish uchun, ya'ni prixожий zonani ichidagi asosan ko'chada qiladi. Bir xil qiladi. Buni bir qanaqadir hikmati bormi? Ichkarida nega pastroq qilgan? Chunki bu yoqda ko'p mehmonlar kelsa ham, oy va kiyim bor, boshqasi bor, nariyada o'tirgan holdagi anaqalar ko'rinmaydi bu yerdagi anaqalar. Shuni hisobini olib pastroq tushirganmiz. Uyda ko'p joy peribatli bo'lgani uchun shu narsa как бы kompozitsiyaga shu to'g'ri keldi bizga. То есть zakashga ham shu ma'qul keldi va udobство bo'yicha ham shu ma'qul. Kelganda sразу mana bu yerda kichkina anaqa побыстро ilinadi. Mana bu kiyim ilinadigan joyi bor. O'tirib bu yoqda pufik bor, o'tirib oyoq kiyimini kiyadi. Ichkarida bu yoqda garderobimiz bor. Detallarini qaranglar. Bularni olib keltirganmiz hammani. Hamma narsa shu uyga mos ekanda, tushunishim bo'yicha. Bitta mana bu yerda oyna ilishi hali ilinmagan. Shu proyektda mana shu oyna bo'lishi kerak edi. Abror qachon qilganman biz buni? Buni 10 yil bo'ldi. 10 yil oldingi obyektni ko'ryapmiz. 10 yil oldingi haqiqiy italyanskiy klassika ko'rasizlar bugun. Endi baho berasizlar. Menga kirishdan boshlab yoqyapti o'zi. Haqiqiy tosh, yog'ochlar, haqiqiy natural tekstil, yog'och ishlatilgan. O'sha birinchi podkastda aytganimdek, naturalniy narsalarni ishlasa, interyer hamisha chiroyli chiqadi. Men bilan massivmi deyman, anaqa narsa yog'och. Shpon emas ekan-a? Yo'q, shpon emas. Bu ham Italiyada zakaz qilingan o'sha katalog bo'yicha tanlangan hamma narsa. Rangi, tillasi, все вот это узоры, все mos qilingan. Bu yoqda demak, garderobimiz bor, garderob shkaf qo'yilmagan, uni ko'rsatmasak ham bo'ladi. Bu yoq tarafda sanuzel bor. Bu yoqda mana kirsangiz, ko'rsangiz mana hammasi o'sha aytganimdek mramor ishlatilgan. Bralar hammasi o'sha Italiyadan olib kelingan, pod dizayn qilingan. Patologlar
balon emas, chunki bu yoqda kommunikatsiya o'tgan hammasi. Bu Eshikda xullas kelgan mehmon keldi, qo'lini yuvdi. qo'lini yuvdi, hojatxonasi bor. Kelib fabrisdan chiqadi. Soch oladiganlari bor, hammasi включательlarigacha hammasini podvoz qilingan, zakaz qilingan hammasi. Tushunarli. Abror aka, men e'tibor qildim, toshli 10 yil oldin shirga formatli bo'lmaganmi deyman. Nima bo'lgan? Bu klassika bu kichkina qilsangiz ham yarashib ketaveradi, katta qilsangiz ham. Hozirgi holatda lekin katta ishlatilyapti. Xonalar chunki gabariti katta bo'ladi proyektlarda. Misol uchun 5 ga 5 sanuzillar katta. Bu yerda kichkina bo'lgan, katta shirik formati yarashmasdi ham, chunki bu kichkina xonaga qilingan uchun masshtab позволял. Hozir shungacha bu 10 yil oldin qilingan uy bo'lsa, mana bu hozir brali, mana bu spotli 10 yil oldindan beri turibdimi, o'shandan beri hozir? Kuymasdan. Bir ikkita joylari balki nima qilgan bo'lish, lekin turibdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan, remont ham qilinmadi. Tushunarli. Juda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yoq taraf oq, bo'lagi oq qilingan, bu yoq tarafi yog'ochli qilib shpon qilingan. Mana anaqa yog'och qilib. Tashqaridan bu yoqdan qora yog'och bo'lib turibdi. Tushunarli, zo'r qopqoli eshiklar bo'lgan ekan. Da. Yopilganda anaqa chiqmaydigan, ovoz ham ko'rinmaydigan. 10 yil oldin qilingan bo'lsa ham, mana hozirgi kunda ham aktuallik. Men ko'rishim bo'yicha hozir misol bugungi kunda qaysidir obyektga qo'ysa ham tushib ketaveradigan darajada turibdi. Biralari ham, oynalari ham. Chiqqanimizdan keyin kichik holimiz bor. Kirganlar, misol uchun tepaga chiqib ketish zinasi bor. O'sha aytgandek, bu o'sha proyektirim, shu malayziyalik proyektiv qilgan zina o'sha joyda qolgan. Qolgan joylarni o'zgartirganmiz hammasini. Demak, siz korobkaga kirgansiz. Korobkaga kirganman. Faqat planirovkasi ozgina o'zgartirilgan, lekin zinasi shu joyda qolgan. O'zingizga moslab, to'g'rilab. Chunki monolit qo'yilganda o'zgartira olmadik hammasi, biz shu kapitalni. Tushunarli. Bu yoq ikkinchi etaj, bu yoq mana zalimiz. Bu zal. Bu yoq zal mana. Asosiy mehmon kutadigan joyingiz. Bu yoqda e'tibor bergansiz, bu yerda boshqacha o'sha ranglar ishlatilgan. Bu kontrast bor ekan, холодный оттенок bo'lgan. Chunki yorug'lik dastatishni bu yoqda biz холодный оттенок xohlagandik. O'sha gilamlardan tortib, mebel hammasi холодный izimkasi shunda. Aboylar, Abror aka, bular ham tkanivoy ekan-a? Da, tekstilni aboylar. Qayerdadir tekstil, qayerdadir shov ishlatganmiz. Bular hammasi привязанный. Bu бесшовныйmi? Uni o'tib ketganmi? Yo'q, shofli bu. Bu shofli. Bu shofli. Bu rulonni, masalan, buruqtirib mana shunaqa. Ko'rdim men. Вот. Kartinadan tortib. O'rtoqlar, men o'zi klassikachi emasman. Lekin klassikani hurmat qilaman. Har stilni hurmat qilaman. Lekin meni taniganlar biladi qaysi darajada nima yoqishini ko'plar. Bu hozir prям klassikani haqiqiysi bo'lyapti. Rostakasimi? Pol parket. Bu kim qilgan buni? Bu ham kelganmi? Yo'q, bu toshkentlik bir anaqa Toshkentdagi ustalar qilgan, o'zimizning shahardagi. Yaxshi mutaxassislar bor, ancha yillik. Любой o'zor qilib beradi agar kimgadir nimadir kerak bo'lsa. Parket. 10 yil oldingi parket. Men hozir mana birinchi kirgandan qarorman, bironta bir chok ochilgan, bir narsa bo'lganini ko'rmayapman. Xona hozircha bu uyda ko'p odam yashamas ekan, umuman yashamaydi, to'g'rimi? Bu uyda o'zimman hozir hech kim yashamayotgan ekan. Lekin shunaqa bo'lsa ham temperaturni perepatlarga ham qaramasdan parket zo'r turibdi. Qo'rqmay qursa bo'lar ekan parket. Qilsa bo'ladi, xudo. Ustasiga bog'liq-da bu narsa. Kliga, anaqasiga, montajiga. Tushunarli. Abror aka, hozir men bunday yana narsaga e'tibor qildim. Savol, men nimaga bitta xonada ikki xil bira? Men bu birani e'tibor qilsa, boshqacha, naryoda kompozitsiyada boshqacha. Lekin qiziq turibdi. Yo'da, demak, komod bo'lishi kerak-da. Boshqacha kompozitsiya ham bu ranglarga mos emas, boshqacha rang qilib o'shaga mos qilingan. То есть klassikada o'ynatsa bo'ladi. То есть tillasi bir-biriga tushsa bo'ldi. Ne обязательно 4 ta komplekt bo'lishi kerak, bir xil bo'lishi, bir xil lustra komplekti. To'g'risi bu bira boshqa, bu lustra boshqa. Tashyer boshqa, umuman tushib ketaveradi. Misol uchun men bu yerda boshqa dizayner ko'rishi mumkin, oq bunga mos bo'lishi kerak edi konsolda. Bu yerda uni tilla berilgan. Это смелое решение deyiladi. Bu narsa qo'rqish kerak emas, eksperimentirovat qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Men xuddi shunaqadan yana bitta bo'lganmi deyman-a? Ikkita bir yo'da konsol bo'lgan, u narsa hozir qo'yilmagan. Hatto ikkita bor unda. Men bu narsa haqida ham gapirib bering. Men bu nima bu? Bu gobelin Fransiyadan zakaz qilingan, fransuz gobelin.
to'qilganmi deyman. to'qilganda. Bu ham Mana shu ya'ni mana shu risonik to'qilganda chiqib kelganda, to'qilganda. print emas. Yo'q, print emas bu. Это все ручной работа. Hozirgi holatda balkim avtomat qilishi mumkin, lekin o'sha payti rучной работа hisoblangan bu narsa. Hammasi to'qilgan. Buni kim tanlagan? O'zimiz, o'zi- dizayner va klient. Klient. Bu o'yin klient xohishiga ko'ra klassika bo'lganda. Da, klient xohlagan bu narsani. Endi shu yo'nalish tanlaganmiz, chunki patologlar pastlik ko'p lepniyni qilmadik. Chunki bu kichik xona ham katta emas, ko'p lepka qilib tashlasangiz davit qilardi. Asosan aksent mebelga berdik. Dekorlarga berdik. Tushunarli, zo'r, lekin yetarlicha mehmon sig'adi bitta oilaga. To'ylarga da. Pardalar misol uchun, pardalar ham hammasi zakaz qilingan bu yoqda. Bizda bunaqa pardalar yo'q bo'lmagan oldin. Hammasi olib keltirganmiz o'sha yerda tiktirib. Shuni 100% komplektatsiya bo'lgan ekan-da. Komplektatsiya. Hali o'sha podkastda aytganimdek, o'sha opitni dizaynerga zakazchi bersa, umuman boshini ortmaydi. Dizayner chizdirgandan keyin dizayner mana shu narsani воплощать qilishni ham bilishi kerak. Ertaga shu proyektini o'zini chizgandek chiqishi uchun. U boshqacha anaqa olib keladi. Tushunarli. Men bu kessonlarni ham ishlatishga odam qo'rqardi. Bu ikkita tomoniga mana qilib ishlab berib qo'yibsizlar hozir. Ha, bu shunaqa mumkinmi o'zi yoki buni to'ldirib berish kerakmi? yo'q, mana shuni ko'p qilmadik, chunki aytaman, bu yerda ko'p qilsak bu narsa davit qilardi, interyer слишком og'ir bo'lib ketardi. Bunaqa ko'p lepkalar, высокий потолок, 5 metrli patologlar bo'lsa, o'shanga lepkalarni ijod bersangiz bo'ladi. Bu yerda minimum qilingan hamma narsa. Tushunarli. Mebel Abror aka, bu mebellar qaysi kompaniyaniki? Bular ham custommi yoki seriyniy modellar? Yo'q, custom bu ham. O'sha brend сейчас это не могу сказать, уже столько прошло. Но lekin bu o'sha topovlardan qilingan bu ham yaxshi. Sifati yaxshi chiqadi bularni. Italyan emas, shunisi bilan yaxshi, много лет даже tursak ham hech narsa bo'lmaydi. Mana kreslolar ham zo'r tushgan ekan. Tarshir rangi, Mramor stolda ishlatilgan mramorlar. Bu hammasi mana bu ruchnoy chizilgan, художник chizgan buni. E'tibor bersanglar, detalni bitta ko'rsatamiz. Hammasi ruchnoyligini. ustida krakulyor qilingan, специально yorilgan effektlari bor, mana chizilgan hammasi. Это каждый художник рисовал. Nimadan bilsangiz bo'la, художник ikki tarafni ko'rasin har xil. Художник не сможет одинаково с двух сторон симметрично, bar qatorda bo'ladi bu narsa. Shundan mana chizuvni ham o'zi boshqacha bergan. Ko'rasizmi? Mana bitta bor ekan, mana bitta boshqacha ekan. Bo'ldi. Mana bu narsa вообще yo'q ekan. Bu yoqda уже bu yo'q. Shunda bilsangiz bo'ladi, bitta художник. Har gal u художник har xil chizadi. Bir xil chiqmaydi hech qachon. Tematika shu bo'lishi mumkin, lekin boshqacha chiqadi. Shu bilan sinitsa qiladi ana. Ruchная работа. Bu mexanizmlar ham yo'q ekan. Spesial shunaqa qilingan, под старину. Bu o'zi oldin qadimiy uy bo'lsin deb qilingan-da, kabut. Galagerlar qo'yilmagan, e'tibor bergan bo'lsangiz. Естественно, освещение bo'yicha. O'sha Italiyaga borgan bo'lsangiz, ko'rgandirsiz, villalarda mana shunaqa lustra, bra bilan освещать qilishadi, tarshirlar bilan. Yo'q, beryapti o'sha eski haqiqiy klassikani atmosferasi bor. Ko'rolmay hech qaysi hozir men prixojiyda ham e'tibor qildim, tepada ham spotlar yo'q, nimalar yo'q. Bugun birinchi marta eksklyuziv tarzda obyektdan turib syomka qilyapmiz. Podkastimizni Abror aka Zaripovni 10 yil oldin qilgan obyektlardamiz. Biz hozir o'zimiz birinchi emotsiyalarimiz juda ham bir ajoyib ko'rib chiqdik. Keyin sizlarga ham taqdim qilishni boshlaymiz. Suhbatimiz davomida ko'rib boraverasizlar. Abror aka, rahmat tashkillashtirib shu narsani. Shu narsani bizga taqdim qilganingiz uchun. Biz shu narsani qilamiz deb yurdik o'zi anchadan beri, lekin shunaqa bir dostoyniy proyekt chiqmayapti-da. Chiqqanlari ham rozi bo'lmayapti-da. Shunaqa возможность yaratib qulaylik berdingiz, rahmat sizga. Shu endi obyekt haqida ozgina gaplashamiz siz bilan. Takji yana o'zimizning mavzularimizga qaytamiz, davom etamiz. Bu obyekt ko'rib chiqdik, bu o'zi korobkasi bor bo'lgan obyekt ekan. Ozgina gapirib bering, qanaqa boshlangan, nimaga bu lokatsiyada bunaqa obyekt qilingan? O'sha birinchi podkastda aytgandek, katta obyekt shu-ku. Birinchi obyektim. O'sha obyektni ko'rib, o'sha yerdagi mehmonlar
bu obyektga chaqirishgan mani. Bu obyekt lokatsiyasida, можно сказать, не в центре, но, скажем, yaxshi joyda joylashgan. Birinchi kelganda korobka holatida. Korobka holati arxitektor, malayziyalik arxitektor chizgan ekan bu joyni. Именно zamonaviy, srednezemnomorskiy такой stilda qilingan edi. Zaказчик shu joyni korobkani buzmasdan qilmoqchiman dedi. Qanaqa stil deb so'raganda, klassika qolaman. Klassika qiyinroq, faqat переделка qilishimiz kerak bo'ladi. Klassika simmetriyani yaxshi ko'radi dedim. Bu yerda asimetriya joylar ko'p edi. Shunga hamma yoq переделкаlar qilib, boshqa rasm dizayn chizib, o'sha narsalarni mana shu holatga olib keldik. Tushunarli. Bu hozir ko'rib turgan obyektimiz klassik uslubda. Bu neoklassik emas, to'g'rimi? Prям klassitsizm. Men O'zbekistonda bunaqa darajada realizovat qilingan klassikalar o'zi juda ham kam. Menimcha YouTube'da O'zbekistondan turib qanaqadir birinchi anaqa bo'ladi. Kontent bo'ladi. Bunaqa darajada realizatsiya qilingan. Endi qanaqa darajada aytsak, hamma narsa natural, hamma narsa 100% Italiya. Klassikani vatanidan aslida hamma narsa. Ya'ni falsafasiga ham, materiallariga ham juda ham mos keladigan joyda o'tiribmiz. Shuning uchun savollarimiz shu haqida bo'ladi. Nimaga u odamlar klassikani yoqtiradi? Umuman o'zbek qanaqa qilib klassikaga ishqiboz bo'lib qolishi mumkin? O'zbek. Chunki klassika bu uyni egasi anaqa ko'p Italiyalarga chiqib yuradi. U sohasi ham shu mebel sohasi bo'lganligi klassika juda yaxshi tushunardi. O'shanda referenslar qilib o'sha payt ko'rsatlar, mana shu yo'nalishda Italiya bilan Fransiya aralashtirmoqchiman deb dizayn qilaylik deb rosa anaqa qilardi. Shunga ideyalar qilib birgalashib anaqa qilganmiz, shuni chizib. Klassika nima plus tarafi, bu mana 10 yil o'tgan bo'lsa ham hali ham trendda bu narsa. Не меняется. То есть он modadan qolib ketmaydi. Klassika vечно turadi. To'g'ri, shu hozir mana kirdim, o'zim ham birinchi emotsiyalarimdan biri 10 yilligini uncha his qilmadim men. Shu 10 yil o'tib ketgan obyektligini. Demak, bu 10 yil oldin realizovat qilingan bo'lsa, undan 1-2 yil oldin boshlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni loyihasi ham o'sha 1 yil chizgan bo'lsangiz ham, misol, как minimum 11 yil, 12 yillik loyiha. Endi hozir men o'zimni ko'rishim, короче, moralni eskirmaganda. Ko'rdim, men yoqdi, sanuzillari, prixojilari hammasi prям hozirgi kunda yangi obyektga qo'yib yuborsa ham уже bo'ladigan darajada turibdi. Abror aka, menmi kiruvchi tosh qayerdan olgansizlar bu? Toshni biza Italiyada misol uchun shu tosh bor, Xitoyda ham shu tosh bor, Turkiyada ham bor. Xitoyda arzonroq olgan. Почему? Потому что ish kuchi arzon. Anaqasi ham seryosi arzonroq chiqadi negadir. Italiyada bu ham xuddi shunaqa olib kelsa bo'lardi, lekin 2 раза дороже было. Тот же самый камень. Вот. Здесь вот asosiy холлimiz, получается, второй свет. Каминная зона, мягкая зона. O'tiradigan. Tepada ham gobelenlar ishlatilgan, initsiallar bilan. Mana bu gobelen. Da. Initsiallar bilan qilingan hammasi. Tepada demak, lyustramiz Muranskiy oyna bilan, stiklo bilan qilingan. Tepada rospiska. Rospisi ham o'sha Italiyadan qilganmiz, chizdirganmiz. Bizani o'sha bergan proyektimiz bo'yicha qilib berishgan. Hozir mana mebelli, mana obshivkalar shunda italyanlarning o'zi kelib yurgan-a? Italyan o'zi kelib yiqqan. Payti bizada unaqa montajniklar ham yaxshi bo'lmagan. Hozir bor, lekin hozir qilsa boshqa obyektlarni o'zimiz qilamiz. Ular yuboradi, numeratsiya bo'yicha montaj o'zimiz qilamiz hozir. Shef montajnik ham bermaydimi? Berishim. Inogda когда сложно, так kerak yo'q. Proyekt hammasi tushunarli beryapti hammasi. Tushunarli. Bu nima rangi tanlash kimmi ideyasi? Rangi tanlashi zaказчик ideyasi. Bitta obyektni birinchi o'sha podkastda aytdim, katta obyektda o'sha bordo rangni ishlatgandim. O'shani ko'rib yoqib qolgan. Keyin bular ko'p chetga chiqqanlar, o'shanda o'sha zamoklarda ham ko'rgan o'sha ranglar ko'p ishlatishadi. To'q zеленый, to'q синий qilib. Shunaqa. Bu ham baribir aktual bo'lib turaveradi, yana turaveradi. Это на любителя, да, красный цвет. Так красный всегда он такой вот Italyan anaqasini beradi va rang anaqasini, atmosferasini. Kamin. Bu haqiqiy kamin. Да, настоящий kamin. Bu yerda o'zi g'ishli qilib qo'ygandi, g'alati qilib buzib tashlab, mana shunday qilib.
qildik. Mana detallari ham hammasi kelgan-a? Hammasi kelgan. Abrorga qanchada buni o'zi qilgansizlar bu bash obyektni bir ketgan vaqt komplektatsiyasi bir Remonti bilan 2 yil bo'ldi-da. 2 yilda qilib bo'ldik shuni. Dizayni bilanmi yoki dizayn kirmaydimi? Dizayni bilan. Dizayni bilan 2 yilda. Da. Bu tez bo'pti-ku. Tez bo'lgan bu. Yaxshi bo'lgan ekan. Chunki katta uchastka emas, buni tez mana qildik-da. Necha kvadrat bu uchastka o'zi? Ya'ni anaqa uy o'zi 400 yashash maydoni. 450 kvadrat bo'lsa kerak. 450. 500 kvadrat. Tushunarli. Hamma narsa o'ziga xos bo'libdi-da bu sachtaniyali zo'r bo'lgan. Dizaynerga ko'p narsa bog'liqda, vkus hammasi sachitать qildirishga. Mana bu romladagi anaqa ham beryapti yevropeyskiy atmosferani. Ham shunaqa qilganmiz. Vitraj. Mebellar bitta joydan olinganda-ya? Bitta joydan olingan. То есть bitta joy Italiyadan-da, bu boshqa brend. Yo'q, anaqani aytmoqchiman. Divan kreslolar. Da, ular bitta joydan olingan hammasi. Komplektida. Gilam ham shunga mos qilib ranglarni tanlangan, hammasi to'qilgan. Bu ham ruchnoy работа. Gilam mana shu ham shu xonaga mos qilib tikilgan, hammasi ko'rayotgan bo'lsangiz. Даже mana bunaqalarga mos qilib ranglari, portierlarga hammasi sachitание. Bu nima shersmi bu ham? Shers bu. Mana televizor ham o'sha paytda qo'yib qo'yilgan? Qo'yilgan. Da, ancha bo'lgan bu televizorga. Komod именно TV tortmalari hammasi o'sha qadimiy anaqaga o'xshash chiqqan. Zo'r. Bu har kuni past o'tirishadigan xonalarga yig'ilib, Semeyni yig'iladigan joy bo'lgan o'sha payti. O'sha yerda yig'ilib ovqatlan bo'lib chiqib o'tiradigan joy, televizor ko'radigan joy. Tushunarli. Hozir mana minimalizm moda deydi, sal orqaga ketyapti-da, qaytyapti minimalizm. Klassika baribir ham har doim modada. O'zi bu Qoladi klassik, o'zgarmaydi. Nima fenomen bu yerda ishlayapti? Nima unaqa? No, vikami bu narsa даже eski zamoklarda ham shu anaqalarda ham klassik ishlatilgan, haligacha zo'r turadi, bogatство, roskosh bildiradigan narsa-da bu. Minimalizm on bыстро anaqa bo'ladi, tez. 10 yil oldin loft moda deydi-da. Loft вот уже никто не делает. O'sha hozir ko'rsam o'sha loftda qo'yilgan anaqalarni, lampalarni, har xil birlarni ko'rsam kulgim keladi. Hozir chunki ishlarim turadi. Shu paytda qilingan, 10 yil oldin qilingan, loftda qilingan ishlar turadi. Klassikada даже 20 yil, 30 yildan kirsangiz ham deysiz, потому что hammasi ruchnoy работа bilan anaqa qilinadi, o'zini ko'rsatadi. Bo'la tekstillar hammasi boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Ko'pchilik rospislar ishlatishadi. Buni o'sha Abrorga saqlab qolish uchun mana qanaqa podxod qilish kerak? Me'yor darajasi qanaqa bo'lish kerak? Klassikani ham eskirib qolmasligi uchun. Bir xil momentlarini sezyapman bu uyda, endi masalan o'zimning subyektiv fikrim. Bir xil momentlari qanaqadir davrga bog'langanini his qilyapman. Masalan o'sha qizil xonalar, qizil aboyli anaqalarni to'g'ri klassik uslubda, lekin qanaqadir bir davrni beryapti. O'sha aynan 15-chi, 12-chi, 10-chi yillarning trendini. U klassikaning o'zini ichida ham trendi bormi? 15-chi yil emas, даже eski o'sha Petergrovdagi zamoklarni kirsangiz, o'sha yerda ham kontrast ranglar berilgan. Katta bordovoy, yashil, ko'k такой xonalar bor-da. O'sha klassikada shu narsalar bor. Нужно где-то какой-то xonani bitta kontrast berish kerak. Hamma joy bejli bo'lsa ham скучный bo'lib qoladi. И zakaz shu narsalarni ko'rib ilhomlangan, shu narsa xohlagan, shu bo'yicha qilganmiz. Bu yerda sizni предложениеңiz ko'p bo'ganmi yo zakazchik xohishimi? Uni taraflama bo'lgan ko'pi. Da, просто menga keltirib ko'rsatgan anaqasini, xohishini. Har eshitasiz klientlarni nima holat. Sразу bilgan что Italiya bilan Fransiya aralashtirish kerak ekanligini. Chunki bu yerda barokko, rokoko bo'lmaydi, chunki patologlar past, слишком tilla ko'p ishlatish kerak emas. Shunga mos qilib, o'sha xohishiga qarab shu stilni tanlab berganman. Abror aka, kartinalar to'g'risida ham bir ikki og'iz aytib bering. Kartinalarni tanlash juda qiyin masala, chunki bu narsani imенно atmosfera tushishi kerak interyerga, o'sha ranglari ham, misol uchun kompozitsiyasi nima tematikaligi, misol uchun kuxnyalarga какой-то натюрморт yoki gullar ishlatgan yaxshi. Zaldagi более такой peyzajniy variantlar qilsa bo'ladi. Bu ham hammasini shu Italiyadan olib keltirganimiz bilan.
chizib o'sha yerda kartina galereyaga kirib o'sha yerdan bitta sotib olinganda. Kartinalargacha italyanskiy ekanda. Bu klassikada bitta anaqa tarafi o'tgan podkastda aytgandimku, klassikada o'sha tilla bir-biriga tushishi kerak hammasi. Guli ham, bu anaqasi uzorlari ham, hammasi o'sha ranglari ham bir-biriga tushishi kerakda. Слишком вычерпный bo'lishi kerak emasda. Shunaqa taraflama bitta individualniy qilib tanlaganmiz hammasini. Mana shu ulab keta qolaylik shu mavzuni. Mana shu uy misolida butun uy hammasi komplektatsiyasi Italiyadan qilingan ekan. Tam 99% qilingan ekan, 1% nimadirlar Xitoydan kelgan ekan. Ular ham lekin dostoyniy narsalar. Ko'rsatamiz, ko'rib borasizlar. Mana komplektatsiya haqida ko'proq gaplashinglar, birodarki, siz hozir optiz muhimroqda, ya'ni biz uchun Yevropa bilan komplektatsiyada qanaqa nyuanslar bor, qanaqa ustunliklari bor. Keyin dizayner o'zi komplektatsiyani prям Italiya bilan ishlab qilgani yaxshimi? Yoki O'zbekistondagi partnyorlar bilan ishlagani yaxshimi? Yoki qanaqa momentlari ustunliklari bor? Yaxshi savol bo'ldi. Я думаю, лучше прямой дизайнер с Италии самому туда влететь, оттуда подбирать все это, комплектовать нужно. Bu yoqda ana qilsa bo'ladi. Birinchidan boshqa informatsiya borib qoladi. Misol uchun bu yoqdagi partnyorlarga anaqalarga aytsangiz, mana bunaqa tilla хочу desangiz, или где-то notur yozib qo'yadi yoki boshqa narsa kelib qoldi bir ikki marta qilganingizda. Birinchi masala. Ikkinchisi esa bu juda ham qimmat keladi. Bu yoqdan zakaz, chunki bu yoqda har bir o'zini anaqasi bor, interesi bor, nima deydi. Поэтому undan keyin bir ikki yil shunaqa ishlagan, keyin o'shandan keyin shuncha ishlayverganda 16 yil bo'lsa, qolgan yilligi hammasi o'zim zakaz qiladigan bo'ldim. Italiya deysizmi, Xitoymi, Turkiya, hamma o'zim borib, har bitta modelni tanlab, rangi qilib olib kelingan narsada. Tushunarli. Agar endi hozir mana qiziqarli mavzu, ham qiziq, ham intriga. Chunki men o'zimizni ham partnyorlarimiz bor. Italiya bilan komplektatsiya qilishda yordam berishadi. Yoki butun dunyoda arxitektorlar lokalniy dilerlar bilan ishlaydi. Aslida qanaqa bo'lsa dizaynerga qulay bo'ladi? Nimaga narxda qimmat bo'lib ketadi deb aytasiz? Bo'lgan случай. Bu yoqdan turib zakaz qilib zaпрос berilgan, именно shu Italiyalar bilan ishlaydigan firmalar bor. O'zi Italiya любой narsa mebel deysizmi, lyustratsiya olib keladigan. Bu yer ko'rganman. Bitta narxi, misol uchun, bitta summa berdi. O'zimiz chiqib, через chiqqanimizda ancha arzon bo'ldi bizga o'zimiz. Почти 50% deshevle bo'ldi. O'shaning uchun menki bu yoqqa o'zim ishlaydigan bo'ldim. То есть Italiyada bor. Partnyorlarimiz bor. Ular orqali fabrikalarni topib berishadi. O'shani borib, o'sha joyda hal qilib gaplashiladi. Tushunarli. Endi bu siz o'zingizni optingiz. Endi agar O'zbekistondan turib shu bilan faoliyat yuritgisi kelayotgan odam yoki yuritmoqchi bo'lgan odam yoki yuritayotgan odam hozir qanaqa bo'lsa siz ishlardingiz? Narxlar приемлем bo'lsa. Narxlar adekvatniy bo'lishi kerak-da. Xo'p, qanaqa bo'lishi kerak shu adekvatniy narx qanaqa? Mana Italiyada masalan sizga butun uyingiz misol uchun условно $100,000 tushyapti bitta. Условно-da. O'sha $100,000 siz Italiyada turib o'shani iste'molchingizga, ya'ni o'zingizni zakazchingizga bera olasiz. Shuni O'zbekistonda qancha bo'lsa, ya'ni bir aqlga to'g'ri keladigan narsa deb hisoblaysiz. Конечно, deshevle agar bir 10-20% gina хотя бы qimmat bo'lsa, mayli stoytda. Misol uchun vaqtingizga, boshqasiga olib kelishga stoyt. А когда 50-60%, то лучше самому. И klientlarga, misol uchun dizaynerlarga primo shunaqa opiti bo'lsa, dizaynerlarga chiqqaninglar ma'qulroqmi deb o'ylayman. Chunki plyus tarafi shunda. Klient dizaynerga shu narsani murojaat qilsa, individualniy chiqadi u narsa zakaz. Borib tekstilni tanlab kelib, rangini, hammasini dizayner o'zi gaplashib qilgani yaxshiroq. Tushunarli. Men ozgina shu sohada ozgina xabar bor inson sifatida sizga bitta narsani aytaman. Balkim sizning ham xabaringiz bordir. Aslida italyanskiy fabrikalarni hamma ishlab chiqaruvchilarining interesi bozorda uni mahsuloti ko'proq sotilishi. Mana O'zbekistonga eksport qilishga qiziqadi. U shu o'zini mahsuloti, ya'ni umuman shu rynokda premialniy segment mahsulotlari rivojlanishini xohlaydi Italiyani.
Endi bu uchun ustupkaga boradi. Bu fakt. Ustupkaga boradi, O'zbekiston bozori uchun qulayliklar yaratib beradi. Bu hammada bor aslida. Endi aslida siyosati qanaqa ularni? Italiyada turgan narxi O'zbekistonda ham pashti shunaqa bo'lishini ta'minlash. Haqiqiy siyosat shunaqa. Mana iPhone'ga o'xshagan yoki bir Mercedes narxiga o'xshagan narsa bo'lishi kerak aslida. Butun dunyoda bir xildek. Endi agar misol hech qanaqa bir ortiqcha poshlinalar bo'lmasa yoki bir to'lovlar bo'lmasa, baribir ham logistika qoladi. Endi lokatsiya haqiqatda uzoq bizdan 7-6 ming kilometr naryoqda tursa ham kelgandan keyin oshishiga klient rozi bo'ladi. Qanchadir miqdorda o'sha soliqlarni ham, tamojniy to'lovlarni ham qiladi. O'shanda siz aytgan o'zi aslida 10, 12, 15, 20 maksimum 20 ga aylanishi mumkin. Tovar kam bo'lsa, ob'yomi shunaqa bir 20 bo'ladi. Aslida O'zi mebelga unaqa ko'p qo'yilmaydi, anaqasi naloglar katta emas, biz shuncha olib kelamiz o'zimizga. Negadir bu yerda sotadigan anaqalar, misol uchun magazinga kirdim men o'sha kuni. Lustr sotyapti Xitoyniki. $400 deydi, oddiy bitta какой-то lampochka такой anaqani. Men u yoqda $30 ga olganman xuddi shu narsani. Настолько, то есть lustralarga juda katta miqdorda qo'yishyapti. Bu narsani klientlar, dizaynerlar bormagan chet el ko'p narsalar. Ko'rib ovurishadi shu narsani zo'raganda. man aynan arxitektor sifatida ham, dizayner sifatida ham xohlaymanki, proyektlarimda shu dunyoning eng yaxshi ishlab chiqaruvchilaridan, eng qulay va eng zo'r dizaynerlardan san'at asarlari darajasidagi narsa bo'lishini xohlayman. Men o'zim kompaniyam ham shu darajada bo'lishini ham xohlayman, shu assotsiatsiya shunaqa bo'lsin. Lekin buni qilamiz deb harakat qilsak, ko'p marta misol uchun juda ham kam sanoqli odamlar Italiyadan yoki Yevropaning boshqa anaqalardan narsa olishga anaqa bir juda ham qo'rqinchli deb qarashadi anavi. Qimmat emas Italiyadan. Qo'yilgan. O'sha olib kiradigan odamlar misol uchun qimmat qo'ygan bo'lishi mumkin, balki ularga yaxshi anaqadir. Ну, из-за вот этих цен odamlar qo'rqadi, что это очень дорого. А так на самом деле Italiyaga borsa hozirgi holatda именно krizis bor. Bu yerda juda hozir narxlar ancha oldingidek emas, qimmat emas, tushib ketgan narxlar. Divarlar misol uchun oldin 20 ming bo'lsa, hozir 8 mingga topsa bo'ladi-da, divarlarni gaplashib vaqtsa, skidkalari bilan. Agar nima bo'lmasa, klientlarga Italiyadan qo'rqsa, Xitoy ham уже приемлемый narsalar chiqarishyapti. Sifatlidan. Sifat bo'yicha. Men shu narsani rivojlantirishni xohlayman. Men o'zim shunga targ'ib qilmoqchiman. Misol qanaqa ya'ni bu O'zbekistondagi Italyan yoki bir Yevropa mahsulotlarini import qiladigan savdogarlarmi yoki dilerlarga normalniy narx qo'yishinglarni, bir adekvatniy narx qo'yishinglarni va naborot ko'proq sotishga interes bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunaqa qilishinglarni so'rab qolaman. Agar sizda ham shu narsa bo'yicha bir takliflar bo'lsa, eshitardim. Конечно, bu narsa narx bo'yicha agar ushlab turishsa, arzonroq qilib, naborot savdo ko'proq bo'ladi. Ko'p почти что yaxshi dizayn, yaxshi ob'yomni oladiganlar ko'pi chet eldan olib keladi. O'sha yerda bo'lganda biz bormasdik-da, misol uchun. Vibr bo'lgan. Ko'pchilik bozor tushaman, misol uchun qo'shni do'kon nima olib kirsa, u ham xuddi shu narsa olib kiradi. Vibr yo'q, kafilda ham anaqada ham yo'q. Instagram yoki realizonni ishlarini ko'rsangiz, hammada bir xil kafil, bir xil narsa, bir xil включатель, bir xil nimada. Shunaqa birorki mana bitta obyektimda qo'ygan keramogranitimi qaysidir общепитda ham ko'rib qolaman-da, ya'ni jahli chiqadi odam. O'zimni g'ashim keladi. Ish qilib shotkaga mani klientim kirib qolmasin deyman-da, ya'ni. Bo'lganda shunaqa kafe ishkada turgan. Unikalность qilish, unikalniy produkt qilish juda ham qiyin bo'ladi bunaqa holatda. Поэтому я использую мрамор вместо кафеля. Мрамор никогда не повторяет текстуру, да? Он натуральный камень, поэтому советую всем использовать мрамор. Уже кафельdan уже buyoq anaqa bo'lishi kerak. Eksklyuzivniy narsa xohlayman desa, mramor ishlatish kerak. Tushunarli. Men oxirgi anaqangizni bilib olmoqchiman. Mana men o'zimni interesim bu. Boshqa anaqalarga ham men siz bilan ishlab, sizga komplektatsiyada, misol showroom sifatida yordam bermoqchi bo'lsam, bir xil proyektlaringizda, qanaqa bo'lishim kerak? Ya'ni meni servisim qanaqa bo'lishi kerak? Главный выбор и под заказ narsalar. Misol showroomda turgan narsalar
qaysidir kreslo tushadi, qaysidir tushmay qolishi mumkin. Сразу же zakaz formirovать qilib, образцы должны быть там ткани, yog'och teksturalar o'sha bo'yicha bo'lsa, zakazga ishlasangiz sizga qaytanga qulay. Showroomda единичный narsalar olish mumkin, но lekin вес uyni to'ldirish qiyinroq masala-da. Chetga chiqish nimasi qulay? Потому что ko'p anaqalarga chiqib yurasiz, qaraysiz do'konlar, misol uchun anaqalarga, showroomlarda etdan betdan yig'asiz hammasini. Qulay bo'ladi shu narsa. Juda ham bir-biriga yaqin, anaqa yursa bo'ladi. Italiyada shunisi zo'r ekan. Milanni o'zini aytyapman. Men misol o'zi fabrikalar boshqa shahar, boshqa qishloqlarda bo'ladi-ku. No, Milanni o'zida ish bitiradigan joylarda zo'r. Hamma bitta ko'chani o'zida hamma ya'ni toshni ham topish mumkin, lyustrani ham, svetni ham topish mumkin yoki mebelni ham, hamma narsani bitta joyda yig'ib ketsa bo'ladi. Narx jihatlama, men misol uchun Italiyadagi narxdan 20% qimmat bo'lsam, masalan, qimmat tushsam, ishlarmi deysizlarmi? Tushunarli. Bu hammaga tegishli bo'lgan mavzu. Aslida Italiya unaqa qimmat emas. To'g'ri, qimmat deganda noto'g'ri, qimmat so'zini noto'g'ri targ'ib qilish kerak emas. Narxiga sifati ma'mindoq, ya'ni to'g'ri keladi. Ya'ni относительно qimmatroq chiqadi summada. No, bu degani ustiga natsenka katta qo'yib yuborilgani hisobiga O'zbekistonda juda ham qimmatga tuyuladi. Bu nozik mavzu. Baribir ham men razvivat qilish xohlayman shu sanaqa. Bu yoq oshxonami? Oshxonaga kiramiz. Asosiy ovqatlanadigan joy. Kiring. Oshxona ham katta ekan. Кухня, столовая, скажем, здесь. Отдельно получается мягкая зона, обеденный стол. И вот asosiy kuxni anaqasi bor, garniturasi. Tushunarli. Kuxni mebel ham qaysi fabrikaniki endi bu? Italiya bo'lsa, Италия ham Veneta Cucini. Уже настолько столько времени прошло, уже я название уже не помню, честно. Тогда еще заказывали все это. Smek. Texnika Smek. Bu yerdan olinmaganmi? Yo'q, bu ham olib keltirganmiz. U payt Smek yo'q-da. yo'q edi. Ochilgan yo'q edi. Lekin ishlatilmagan. Hozir baho berish ham qiyin. O'zi siz Smek qo'yib turasizmi hozir? Ha, qo'yib Hozir turaman. Hozir zo'r. Hozir eng yaxshi anaqa ishongan anaqa texnika nima tavsiya qilasiz? Mili. Bizda qo'yishyaptimi? Qo'yishyapti. Hop, mili qo'yayotgan odamlar servisi nima qilyapti? Servisi bor bizda. Olib kelayotganlarda. Servis bor. Bor. Smek haqida nima deysiz? Смек, мне самому Смек нравится, у меня дома Смек сам стоит. Мне очень нравится дизайн, подход, hammasi zo'r bo'ladi. Современная lineykasi ham zo'r va klassikada ham zo'r bo'ladi. Latunli elementlari ko'p ishlatishadi ular. Bu anaqa foydalanuvchilar qanaqa fikrda ekan Smekda sizda? Не было никаких жалоб, что ломается, непрактично. Yo'qotdi hammaga. Tushunarli. Smek reklamaga pul to'lingiz. Kuxnyalar qanaqadir ham glyantsovga ham o'xshyapti. На самом деле это глянец. Glyanец. Да. Полуglyanetsga o'xshaydi. Ana full glossy emas-da. 100%. Не рояльный, конечно, рояльный тут покраска просто. Unaqa emas. Полуglyanец ekanda. Ну, когда заказывали, глянец заказывали. Ну, они дали такой вот. Если бы я haligacha bu anaqasi tosh betda zakaz qilganmiz o'zimizda. Bu kvarts o'zimizda qilingan. O'zi nima ishlatasiz aslan? Mana hozir kvarts ishlatgim kelmayapti-da kuxnyaga. O'zi bunaqa kuxnyalarga biz mramor qo'yamiz, chunki asosiy kuxnya baribir podvolda bo'ladi yoki tashqarida bo'ladi. Поварlar bo'ladi, o'zi отдельно pishiradi. Chef kitchen. Da. Asosiy anaqa mramor qo'yamiz o'sha. Har xil прожилкали. U основной нагрузка tushmaydigan oshxona bo'lgani uchun. На каждый день mramor не пойдет, он yolg'on bo'lib ketadi. O'tishkasi o'zida chiqqan ekan. O'zidan zakaz qildi. Falmek. Bu ochilib nimadir bo'ladimi? Просто o'tgan ekan. Ochilar ekan-a? Обслуживание qiladi. Ochilar ekan. Tushunarli. Bilyum. Здесь холодильник, встроенный холодильник qo'yilgan. Ikkita. Smek bu ham. Da, Smek. Ishlatilmagan hali.
Abror aka, mana shu ikkita xalajinlik yetadimi bitta oilaga? Yo'q. Yetmaydi. Tushunarli. Дополнительно kerak. Bizani anaqaga o'zbekchiligi nima deydi? Mentalitetga Ko'proq ya'ni. ko'proq kerak. Мы потому что любим покушать. Abror aka, nimaga bu yerda anaqa bo'lib qolgan? Hamma yoqda ventilyatsiyani e'tibor qilmi, sentralniy bo'lgan ekan bu yerda. Bu yoqda qila olmadik, chunki keladigan anaqasi kanalnilar tushmadi-da. Bu yoq patolog zanizis qilgimiz kelmadi. Поэтому здесь отдельно решили поставить и всё. Rigilni xalaqitib qo'ygan bo'lsa kerak, bu yerga qilgan dizayn buzilib ketadi hozir. Tushunarli. Venetsanskiy shtukaturka bo'lgan ekan-a? Да. Как в Италии любят вот такие штукатурки. Вот Именно Venetsiyada shunday qattiq yaxshi ko'rishar ekanda. Chunki подумали, обои qilsa bu yerda ovqat hidi o'tirib qoladi, baribir boshqa qiladi. Здесь непрактичный bo'ladi. Bu narsa praktik narsa. Rangi ham такой классический rangi. Kompozitsiyalar ham chiqqan ekanda zo'r. Gobelin. Бра, гобелен, комод. Здесь не хватает аксессуара, вазы, там цветы, машина, такие книжные narsalar qo'ysa, yana ham Bu ochiladi. odam yashasa o'ziga yana personalizatsiya Yana ham qiladi. chiroyli bo'lib ketadi. To'g'ri. To'g'ri. Yashash kerak. Mamba vitrajlar ham boshqacha chiqqan ekan, yo'nalishlari. Radiusdan, sentrdan ochyapti. Bularni ham tanlagansiz. Buni ham tanlaganmiz, ranglarini ham hammasini. Uzorlarini. Ajoyib. Bu yerda ham oq qora. Men просто juda ham anaqa qilaman, proyektlarimga oq bo'lsa, bu yoqda oq ishlataman eshik. Bu yoqda interyer boshqa bo'ladi. Bir xil qilish shart emas-da. Bir xil qilib Petlarni ham такой ekan. Fetlar ham italyanskiy, mana hammasi ishlatilgan. Qoyil. Ana detalizatsiya urovenini his qilyapti odam. Juda ham mehnat ketgan bu yerda, har bittasini. Hamma narsasi qilingan. primikaniyalar, stiklar, men e'tibor qilmadim. Zo'r darajada. Plintuslari ham o'sha hammasi o'sha to'xtalishlarigacha mana to'xtatganmiz, o'sha radiuslarigacha e'tibor bersangiz. Yo'q, qayirib qo'ygan ekan. Bu yoq ko'chaga, hovliga chiqadigan joy. Mana bunimi? Bu ikkita tarafi o'zi proyektda anaqalar klumbalarda, kastinilar, kashfolar bo'lishi, gullar, mana shunaqa narsa qilib qo'yganmiz. Tushunarli. Bu endi yashamasa o'lib ketadi ularga, qaramas. 10 yildan hech narsa qilmagan. Hadizgacha yengidek turibdi hammasi, yengi. Mana hozir 10 yil bu uyda hech kim yashamabdi. 10 yildan qilinganidan beri yashashmabdi. Bilmadim nimaga, qiziq. Lekin e'tibor qilma, temperaturniy perepatlar bu yerda bo'lgan, ravnomerni ushlab turilmagan, lekin shunda ham hech qaysi parket yoki mana mebelni obshivkalar, nima nalishniklar, karnizlar bittasi ham treskitsa qilib ochilib ketmagan. Bu yana anaqadan shpon emas, shu yog'och bo'lsa ham shunaqa zo'r turib beribdi-da. Da. Yorilmagan hech qanaqa temperatura bo'ladi, bir xil namli anaqa bo'lsa, zax joyda yorilib, treshinalar bo'lib ketadi. Bu yerda hammasi o'sha turib. Bo'ylar ham cho'tki turibdi, choklari ham yaxshi turibdi. Faqat malyarni ishlarda sal e'tibor qildim. Bir ikkita mayda anaqalar bor, gipslarda mikro treshinalar bor. Endi u 1 yillik uyda ham odam yashasa ham bo'lib ketyapti unaqa narsalar. Restavrator chaqirib, bir ozgina qarab qo'yish kerak ekan. Abror aka, mana arxitektor, dizaynerlarni вознагражденияsi mavzusi bor. Misol, qaysidir kompaniya bilan ishlaganingizda, furnitura bilanmi, boshqasi bilanmi, svet bilanmi, har bitta kompaniyaning o'zini, ya'ni bu Italiyadagi kompaniyaning o'zini siyosatiga ko'ra вознагражденияsi bor. Что arxitektor xuddi bir uni B2B partnyori. Uni produktini tanlagani uchun va uni sotib olgani uchun, o'zini klientiga shuni taklif qilgani uchun kompaniya, hamma kompaniyada har xil siyosat 10% gacha вознаградить qiladi. Bu Italiyada 10% gacha. Bu при этом что bitta anaqa bir marta emas, дальнейшем что yana kelish anaqasi ishlash. Mana shu narsani O'zbekistonda qanaqadir to'g'ri talqinga o'tkazishimiz kerak. Bu narsada siz qanaqa ishlaysiz, podxod qilasiz? Bu narsaga yondashuvingiz qanaqa bo'ladi? Chunki ba'zi bir holatlarda klientlar "San interesing bor" deydi. Shu paytda siz qanaqa yo'l tutasiz?
Interesim bor degan paytlar ham bo'lgan, lekin shu interesim yo'q deyman, sразу ochuvchasi. Потому что man oldinlar hammada berardik. Shunaqasi yoshlik payti. Hozir bunaqa narsa yo'q, chunki klient bilan boshqacha gaplashamiz-da. Общий summadan misol uchun ketgan rasxoddan o'zimizni klientdan mehnatimizni olamiz o'sha protsent qilib gaplashiladi. Va barcha o'zingizni kompaniyalardan, ya'ni komplektatsiyadan keladigan bonuslaringizni klientingizga taqdim qilasiz. Shunaqa dosh. Skidkaga beraman hammasini. Hammasini to'liq skidkaga. Skidkaga beraman, da. Lekin Italiya поездкаларni o'sha hammasi Xitoymi, u gaplashiladi mana shu. А то, что касается Toshkentda, men bunaqa narsa qilmayman. Shuncha ko'p bormayman, приглашение qilishadi. U borsangiz, значит, ol degani-da, klient olib kel degani. U degan boshlanadi, anaqalar, u narsa немножко избегает этого. Nima deydi ana, bonuslardan deydimi? Siz klientlarga bu narsani taqdim qilasiz. Nimaga? Потому что достаточно. Zачем? Har o'ylamaslik, noto'g'ri anaqa bo'lmaslik uchun. Menda ham xuddi o'zi aslida shunaqa siz aytganingizga. Просто siz qaysi mezonga ko'ra bu narsani qilasiz? Misol uchun ortiqcha pul hech kimga ortiqchalik qilmaydi. Misol qo'shimcha pul. To'g'rimi? Misol komplektatsiya narxi minimum 100 ming bo'lsa ham ortiqcha 10 ming sizga ortiqchalik qilmaydi aslida. Lekin nimaga ko'ra buni inkor qilasiz? Потому что bu yerda общий gaplashilgan do'g'rimiz bor. Qurilish ketyapti tagidan. Kichkina summali qurilish emas. Shu общий qurilish ketayotgan narsadan umumiy bizani kelishilgan anaqamiz bor-da, hisobimiz. O'sha yetadi-da, misol uchun. Agar undan ham olib borib o'qilsa, sal немножко insofsizlik bo'ladi. O'zimga manaqa, buni o'zim kimdir boshqacha ishlaydi. Для меня это так. To'g'ri, hammada o'zi har xil, hammada har xil. Bu narsani men yoki qoralamoqchi emasman, yoki oqlamoqchi emasman. Просто bu narsani to'g'ri talqinga o'tishini xohlayman. Hamma bu narsani, ya'ni bu industriyada bu bor narsa. Buni ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning siyosatida o'zi bor. Arxitektor, dizaynerlarni bu narsani bo'lishida qoralash kerak emas. Bu pulni olishda ham oqlash yoki qoralash kerak emas. Hamma o'zi uchun tanlasin. O'zini mezoniga ko'ra, o'zini bu bozorda qanaqadir fishkasi bo'lishini xohlar. Balkim misol bash bonusimni klientimga beraman-da, men klientimdan bitta summa olaman degan, o'zini bir fishka bo'lishini xohlaganlar ham bor. Bir xilla qanaqadir o'zini dunyoqarashlariga ko'ra inkor qiladi. Lekin klientlarga murojaatim, bu narsa bor va bu narsani xuddi borib turib dizayner o'zi menga klient olib kelyapman, ustiga 10% qo'yib berasan deydigan, ana откат sistemalari bilan adashtirmanglar. Shu narsa haqida aytmoqchiman. Bo'ladi такое. Mana misol uchun klient olib bordik, o'sha obyekt bo'yicha, men qilib kelayotgan obyektlar bo'yicha hech narsa deyilmaydi. Kirgansiz o'zi tanishadi. Aka, sizniki nima qilaylik skidkangiz deyman. Sразу olib tashlanglar, skidka beringlar. Klient eshitib turadi shu narsani. O'shanda ham baribir 2-3 marta kelgandan keyin qanaqadir narsa podarka sifatida nimadir berib yuborishadi. Pul emas, nimadir berib yuborishadi. Просто dastlabki xordik deydi, o'sha o'ylash olib qolasiz. Tak so'ramaysan, meniki nima bo'ldi deb ketadan telefon qilib. Bu narsalar qilinmaydi. Tushunarli. Menimcha o'zi eng qulay shaffof ishlash uslublaridan biri shu bo'lsa kerak. Я думаю, dizayner ishlayotganlar balkim proyekt qilgandan keyin avtorskiy nadzor kelishmaganmi, balkim qanaqa dogo'rnosi bo'lmasa, balkim shu narsaga olishga muhtoj bo'lishini bilmayman. Lekin общий, когда договор есть у тебя с клиентом, то есть ты ведешь эту стройку, там многомиллионный объект, тебе это достаточно уже. Har bir joydan o'g'irsa bo'lmaydi-da bu narsa. Qattiq kelib chiqib klient bar недовольный bo'lib eshitib qolsa-da. Shu problema olmaymiz. Prexojiydan endi sekin tepaga? Tepaga yo'l boshla. Marhamat. Zindani kim qilgan? Abrorlik mesniylarmi? Parket qilgan odamlar yo'q, bu zindachilar alohida. Yo'q, buni ham zakaz qilganmiz, lekin zinani shu yerda montaj qilishgan. Lekin Italiyadan kelganmiz. Da, yog'och ham shu yerda zakaz qilganmiz. Har bitta stupenka kelgan. Har bittasi, katta qilib zakaz qilgan, shu yerda kestirganmiz keyin уже. То есть, когда заказываете, например, 30 emasda 35 qilib zakaz qilamiz, запасы bilan, shu yerda keyin montaj. Tushundim. Mamlari, faskalari, kromkalari bo'lsa, ishlari bo'lsa, ugullari hamma tayyor keladi. Faqat orqasini kesib yuboradi. Orqasini kesib montaj qilib yuboriladi. Просто bunaqa yog'och, bir-biriga tushadigan yog'och bu yerda bizda yo'qda, shpon bo'lmagan u paytda. Zakaz qilingan. Tushunarli. Keyin ishlab chiqdik, biz сразу
kichkina mana bu plashatkadan детский xonaga Urinli o'ynagan ekan. urinda Nimaga unaqa bo'lgan? shunaqa proyekt bo'lganda urin Sizgacha bo'lgan. до меня. То есть здесь я не менял уже ничего. Детская комната. Bu qizlarning xonasi bo'lganmi deyman. Неизвестно. Тогда еще мы не решали, девочка будет, мальчик. Ikkalasiga tushadigan xona qilingan. Вот. Bu yoqda hammasi e'tibor berayotgan bo'lsa, bu ham tekstilni bo'ylar, shunga mos ustidagi mana bu покрывалар ham zakaz qilingan. Bir xil ekan-ku. Bir xil. Pardasi ham shunday qilingan, demak. Даже вот подушка, например, скажем, вот это орнамент, shu tekstil topganmiz-da, shunga qilib keyin gilam to'qtirayotganda e'tibor bersangiz, Mana shu risonga berib. shu risonga mana shu yerga zakaz berganmiz, чтобы было одинаково. Klassikada shunisi bor-da, то есть hamma narsa bir-biriga mos bo'lishi kerak. Mana yana mana bu narsaga ham e'tibor qilaman. Hozir bu gilam ham zakazga shotka uchun to'qilgan, знаешь. Shu xona uchun to'qilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, atrofi gul, mana. Скажем, композиция, o'rtada kровать. Не закрываем рисунок, видите, да? Отдельно qilingan. E'tibor qilishlik uchun mana planirovka aniq bo'lgan, planirovkada mebellarning qayerda turishi aniq bo'lgan. Keyin devorlargacha aniq tochka plintuslarni qo'yiladigan joygacha chertyujda aniq bo'lgan. Bo'lmasa bunaqa aniq berib bo'lmasdi. E'tibor qilgan bo'lsanglar, mana liniyalari shu xona uchun aniq. Adbartovka bir xilda qoldirilgan. Qochishlari, liniyalari uzr, hech qanaqa mebel yopib qo'ymayapti. Shu joy uchun qilinganligi to'qilgani. Даже mana buni turadigan joyiga mana bu narsa ham noq qilinganga o'xshaydi atida. Shunaqami rost? Shunaqa to'g'ri. Это все рассчитали, чертили прямо на проекте, автокад chizib, zakaz berilgan emas. Qoyil. Bu Xitoyda qilinganmi? Bu Xitoyda zakaz qilganmiz, Xitoy. Вот Xitoy deysizlar, Xitoy bunaqa kachiligi, Xitoyda shunaqa zo'r fabrikalar bor. Все думают, что это, если не сказал, вы подумали, это Италия. Да. Так, качество, видите как. Lekin zo'r. Individualligi bilinadi. Bu narsa qaytarilmaydi. Fabrikada ham yo'q bu narsa. Biz uchun individual chiqazib bergan bu fabrika. Tushundim. Lustra nima? Baccarat? Bu Baccaratmi? Нет, не Baccarat, название уже не помню сейчас. Это тоже Италия. Lekin o'xsharkan. Тоже Италия. Bunisi nima xona bu? Bu garderobni xona. Bu yerda просто hali qilinmagan hech narsa. No, это garderob, proyekt bo'yicha garderob. Mana eshikdan ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda уже shu xonaga mos, shu aboylarga mos zakaz qilingan. Снаружи zerib. Birinchi aboy tanlab olib, keyin eshik tanlaganmisiz? Eshik tanlab, keyin aboy tanlagansiz. Birinchi aboydan boshlaganmiz aka. Aboy chunki yoqqan mana shu narsa, gamma ketdi shu bilan bunga qo'shilib bir-biriga ketdi-da shu narsa. Kontrastni qilib. Men mebel yasagan kompaniya bilan eshikni yasagan kompaniya bittami? Yo'q, bu boshqa kompaniya, bu boshqa kompaniya. Rangi qanaqa? RAL daim. RAL говорю. Eshik kravat tanlaganmiz, birinchi eshikni tanlaganmiz. Уже сейчас не могу сказать. Yo'q, juda ham o'xshayapti-da, chunki juda ham yaqin kelyapti rangi do'st. Oxirgi obyektda ham biz zakaz qilayotganda eshikni rangini boshqa fabrika yubordik, образец qilib yubordik даже. Italiyan o'zidan dastavka qildirib, o'sha bir xil qilib qilish uchun shunaqa qilib berganmiz. Mana bu bo'lgan ekan mana. Да, снаружи деревянно, внутри получается вот под цвет. Mana qop-qoli eshiklarning shunisi zo'rda. Mana kesishadigan joyda ugl bo'ladi. Yarmini boshqacha, yarmini boshqacha. Mana bu yerda kraska chiqib ketib qoladi, bilasizmi? Mashta to'xtatsa shunaqa bo'lib qoladi-da. Sanuzulni ham ko'raylik. Sanuzulda hamma yoq tosh. Bu yoq ham mramor ishlatilgan. Mana qora toshga qora eshikni moslabsiz. Da. Qora stavkalari mana bu qilingan. Waterjet. Bu plita qilib olib kelingan ekan, demak. Da. Shu fabrikada yig'ilgan ekan. 60 ga 60 qildikda, shuni risunka будто davom etadigan qilib. Bu stili devonga o'xshatib qilingan. Ha, devonga berot настроение. Bu ham o'xshatdi o'zidan. Boshqacha anaqa brend. Bralar ham o'zinikimi deyman-da. Komplekt o'sha aytgandagi, o'tganda o'sha Italiya faqat shunisi bilan olish kerak-da. Boshqa tushunmaydi. Ha. Tushunarli. Детский uchun sanuzul. Детский uchun dush kabinasi, sushilkasi, unitaz, bide, все есть. Вот bitta olib sig'adi bemalol. Tushunarli.
zo'r bo'ldi. Mana bu kavralin hozir o'shanda bu qarang, mana salomatku. Tegi nima bo'lgan? Qaysini tegi? Mana gilamni tegi. Обычный suv, stяжка. Stяжка. Stяжка, да. Mashti cho'kib ketmasin. Abror aka, o'zi sizda hech shunaqa bo'lmadi mana. Mana bu cho'kib, oyoq uriladigan bo'lib qoladi-yu, vaqt o'tib. Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q. Ni разу не было такого. Men ko'rdim shunaqa bo'lgan. O'z gilamdamikan gap? Stяжкani cho'kib qolishi mumkin, motor qo'ygan bo'lsa, yumshoq qo'ygan bo'lsa. Gri. Tanfus. Включатель nima bu? Schneider, по-моему. Schneider, да. Не по-моему, а Schneider. Не. Нет? Legrand. Legrand. Naryoqda Schneider edi. Pastami? Pastda Schneider edi. Всё. Endi uzr shu точно informatsiya bera olmagan, chunki 10 yil ichida bыстро obzor bo'layotganiga men Mash g'irt anaqaga o'xshabdi mana. Titanik anaqasini beryapti. Chidayman, turadi-ya. Bor shunaqa mut. Svetlayan такой. Bu parketi ham o'z boshqacha qilingan ekan. Etajlarda ham parketlar o'zgarib ketyapti. Rangi, lekin parket bir xil ushlash kerak. Chunki если такой цвет, shunaqa bo'lib ketishi. Uzor boshqacha. Uzor boshqa qilsa bo'ladi. Bu yoq hol, ikkinchi etaj. Bu yoqqa второй svet qaraysiz. Bu yoq zonani zonировать qilganmiz, demak uzun koridor bo'lgan bu yer. Shu uzun koridorligi скучный bo'lmasligi uchun mana shunaqa решение qildik. O'rtadan bo'lib. Alohida. Bu yerda как кабинет, можно сказать, o'tirib dam oladigan xona bo'lyapti. Buni hovliga qaraydigan joy bor. Balkoni bor. Скажем, это библиотека, читальная зона. Shu klassический divanlar удобный. Yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'ladi lekin. Yumshoq. Zo'r. Mana bu ham zo'r ekan-da. Mana radiator. Bu чугунный bu ham. Isishi zo'r buni, kuchli. Tem ko'rdim-da. Buni yopmasa ham bo'ladi. На ножках она и так красиво смотрит, как декор, да, bu ham. Да, nimaga kerak? Endi hozirgi holatda, hozirgi zakaz qilganimiz уже mana kraniklari hammasi o'ziga mos bo'lgan. O'ziga mos. U payti bunaqa narsalar bo'lmagan. Menimcha, mana qilsa ham termodachka ham уже bo'lmaydi. Уже bo'lmaydi bunaqa. Joyida komnataga ulangan bo'ladi. Endi 10 yil oldin mana shunaqa edi. Yoki issiq turibdi. Ishlayaptimi? O'g'ri. Men balasinalarni katalogdan tanlaganmisizlar yoki chizganmisiz uni? Proyektda xuddi shunaqa tumbalari bo'lgan. Единственное, mana bu uzorlari katalogdan tanlaganmiz. Chunki italyanslar ham individualniy qilib beraman desa, narx qimmatroq bo'ladi. Mosini tanlagan, o'xshashini tanlagan. Kofkani shu yerda zakaz qilganmiz. Buni chizib berganim bo'yicha yasab berishdi, один в один. Matoviy bo'lsa, uni zakaz qilganman. Susani zoltali ishlatilgan. Yaxshi yasashibdi lekin. Balasini ko'p qilsa, juda ham kuchli bo'lib qolardi-da. Shuning uchun где-то мы использовали ковку, потому что здесь тоже есть ковка mana bu joyda-da. Каменировать qilingan narsalar. Quvor ursa bo'lar ekan-da, qani? Qilsa bo'ladi-da. Smelo unaqa qo'rqmasdan qurish dizaynerlar. Har xil ideyalar qilsa bo'ladi. Nima shunaqa nima deydi? Life hack emas-da bu. Nima deydi? Priyommi? Да, можно стекло сделать, стекло qilib, o'sha yerda anaqali piskastруйli гривенкаlar anaqa qilib, gravированный bo'ladi, стекло shuna qilsang bo'ladi, chiroyli chiqadi. Tushunarli. Proses qanaqa bo'ladi o'zi Abror aka? Mana klient bilan uyi proyektini bitirdingiz, proyektga alohida kelishdingiz, proyektga pul oldingiz, keyin qurilish stadiyasiga o'tish. Qurilishi podключma xuddi shu holatda qilib bera olasizmi dedi. Hammasini hisoblab beramiz, qilsa bo'ladi deyman. Mana shunda bitta to'g'rilab oling. Mana podключ qilib berasizmi deganda, siz o'zingizni уже arxitektor, dizayner anaqangizni vakolatingizni yopdingiz. Loyihani bajargan inson sifatida. Keyin podключ olganda siz kim bo'lasiz? Siz qaysi mas'uliyatni olasiz? Siz сразу как buni amalga oshirib beruvchi подрядчик sifatida bo'lasizmi? Kim bo'lasiz? Я подключаю вторую команду уже. Там есть и прорабы, и строители. Уже это как бы руководитель, менеджер, dizayner bo'laman, o'sha nadzor olib boraman. Chunki bor ekan. Siz avtorskiy nadzor olib boradigan dizayner ham o'zingiz bo'lasiz. Da. Va ishlarni boshqaradigan menejer ham o'zingiz bo'lasiz. Da. Va o'zingiz ya'ni subpodryadlarni siz o'zingiz tanlaysiz.
polniy menejmentni qo'llardi ekan. Ya'ni siz qurilishni shu loyihani oxirigacha olib borib beradigan menejersiz. Скажем так, да. Ну, не прораб. Yo'q, prorab bilan adashtirmas. Men misol shu narsalarni ham cho'tki bo'lishini xohlayman. Ya'ni prorabskiy degan gaplar bor. Prorabskiy qilib berasizmi? Men prorab emasman. Ha, endi o'zim prorab topaman. Unda men qilmayman menejmentni desam, yo siz men prorabga ham pul to'layman, sizga ham pul to'laymanmi deydi. Ya'ni Tushunmaydi bir xil bu narsa. shu narsani. Menejment degan bu narsa hammasi organizatsiya qiladi. O'sha proyektni, misol uchun avtori, misol uchun dizaynermi, o'sha dizayner opiti bo'lsa, bu yoqni olib bora oladi. O'sha proyektni qanaqa qurilishini, qayerdan keladi bu, qaysi davlatga uchish kerak, qaysi injener qo'shish kerak, hammasini o'sha podключать qilib klientga variantlar bilan berish kerak. Bitta variant emas, misol uchun bitta mana konditsioner shik bittasi, ikkinchisi mana bunaqa qilib beradi. Bu Daikin, bu LG deb variantlar berib, klient o'zi tanlaydi u narsa summalarni. Siz просто fiksировать qilib yuraverasiz, qancha summa bo'ldi, и kontrol qilasiz, qayerda qanaqa o'tkazyapti. Past tushiribsan, ko'tarmini, patologga unaqa tagiga ketgan o'sha narsalarni ko'p prorablar bu narsani ko'rmaydi, ahamiyat ham bermaydi. O'sha joylarni siz to'g'rilab qarab yurishingiz kerak-da. Ular uchun prioritet umuman estetika emas-da. Qilib ketaveradi. Ya'ni razmerlar bilan yo gabaritlar bilan ular ishi yo'q. Klient ko'pi prorab topsam bo'ldi, prorab bera o'zi qila oladi deydi, lekin ko'p joyda nimaga o'xshamaydi proyektdagi, chunki prorab bu narsani bilmay ko'rmaydi. Prorab estet emas-da. Quruvchi desa ham Есть хороший опытный строители, скажем, не прораб, а строитель уже, с кем я могу довериться. Shaharda 3tami 4ta borda, которые вот реально проектni o'qiy oladi, nima necha santimetr yozilgan. Prorablar berasiz, ustiga beradi, nima yozilgan deydi. U ham bilmaydi. Вообще не то narsa, masshtab olmaydi, boshqa qilmaydi. Men bir nechta ishlarni olib yurgan prorablarni ko'rdim. Proyekt o'qish ham bilmas. Real o'qish ham bilmas. Realizovanно keyin mana boshqacha narsa. Keyin klientlar aytadi, klient dizaynerlikda, "Sanikida emas, biz o'zimiz qildik" deydi. Atak u xato qilgan bo'ladi. Yo'q, master spalli. Voy, вообще такой. Вот bordovoy rang asosiy bo'yda o'sha bordovoy tsvetda aksent berilganda, holda, и spalniyda. Ikkita joyda. Burjal arabga o'xshaydi. Shunaqa edi. Ana. Burjal arab nomerlari, Lux nomerlari bu ham gilamlar shunaqa qilingan ekan. Gilam ham xuddi shunaqa qilingan mana. E'tibor qilinglar, mana gilamlikni va shu zo'r tema ekan xullas. Bu buyog'i bunga moslangan. Bu yerda mana bu banketga turishni inovatga olingan ekan. Keyin mana bu konsol, trimo, Konsol ham shunaqa qilingan mana. Bu yoq ham xuddi shu mana moslashtirilgan mana shu anaqaga. E'tibor berayotgan konsol olganimizda shu razmeriga qarab proyektga qo'yib shu uzorni shunga moslashtirganmiz. Chiqib ketib qolmagan anaqalar ko'rayotgan bo'lsangiz. Endi bu kamera bor-ku, передать qila olmasligi mumkin. Да, живой, конечно, по-другому смотрит. Bu narsalarni baribir hayotda ko'rish kerak. Men ham kartinalarda yoki boshqa joylarda ko'p ko'rganman. O'zbekistonda bunaqa narsa borligini bilmagandim, to'g'risi. Hozir передать qilib bera olmaymiz, gap bilan ham yoki bir kamera ham yetkazib bera olmaydi. Lekin sizlar ham menimcha kelib ko'ra olmasanglar kerak. Zakaz qilsanglar ko'rasizlar faqat. Da. Ranglar o'sha moslashtirilgan hammasi. Mos ekan, aboy, gilam, men pastelli, men mebelga moslangan ekan. Всё, вот этот сами выбирали. Tekstilni ham, buni ham varianti ko'p zakaz qilayotganda, какой-то tanlasangiz o'shani chiqib kelaveradi. Pastellari hammasi mana teledan olib keltirilgan hammasi, matraslaridan tortib. Da. Qoyil. Lekin bu spot bor ekan. Bu yerda spot qilingan. Bu yerda qildik. Bu mana bu xona Bu yoqqa qarasangiz, напротив кровати получается здесь уже симметричный. Ой, зеркало, как фано смотрите, и плюс это гардеробная. Вот. Qoyil. Garderobni xona qilingan. Buni ham gilam qani yaxlit chiqqan ekan. Yo'q, shunaqa qilinganda. Ya'ni gilam davom etib kelyapti, yaxlit bo'lib, mana bu yerda ham mana shunaqa narsa tushyapti. Да, здесь уже не будем показывать там вещи там и так далее. Гардеробная xona.
Zo'r chiqqan ekan. Bu ham unaqa yog'och massiv rezba qilingan hammasi. Lekin og'ir narsa osib qo'yilibdi. Ko'taryapti shundan. Ko'tarib ekan ekan. Tagida relsi yo'q. Hozirgi paytda shu firmani o'zi bundan ham zo'r narsa chiqazyapti. Mexanizmlari уже boshqacha. Yumshoqroq yopiladi. Bu payti boshqacha. Mana bu nima? Kartinami, oynami nima bu tushunmadim. Bu yerda ikkita proyektda dekor turgan edi, libo oyna qilmadik chunki o'rtada oyna bor. Kartina qildi. Bu kartina chizdirish qolgan bo'ldi. Bunga o'zi kim, misol uchun o'zini xonani egasi Кто-то chizdiradi. portret, кто-то пейзаж, кто-то цветы, может там zakati. Bu paket tayyor sotib olingan. Mana shu Zo'r ekan. Mana shu yog'och bo'ladimi? Yo'q, bu yog'och emas. Bu yog'och emas. Quyma bu. Quyma bo'ladi. Здесь самое зло. Здесь тоже мрамор. Что hammasi dush kabinalar. Ular Yevropadagi bitta otelda yurgandek bo'lma. Конечно. Bunaqa уровеньda klassikani to'g'ri birinchi bo'lib gрамотный qilinganini O'zbekistonda men birinchi marta ko'rganman. Sizlar ko'rgandirsizlar. Hamma narsa xullas simmetriya, tillalarni bir-biriga mutanosib tushishi, ranglari. Italyanцы этим выигрывают, да, вот эти удобства, они все думают, так красоту вот это sochiladigan. Soch uyiladigan, a? Ikkita odam bemalol qo'lini yuvib, двоих rakovina bo'ldi-da. Tushunarli. Rakovina zo'r buni. Soch yig'iladiganlargacha mana ko'rayotganmiz, это все латунь, ручная работа. 10 yil oldingi temaga. Mana shu patalli ustidan laklab qo'yiladimi? Ha. Lak qilish kerak, обязательно ko'chib ketadi to. Присусальni qilgan ko'rasiz, zilonda rang, lekin zilon bunga uncha o'tirmadi. Bu yerda ham zilon ishlatdik-da ozgina. Zilonda. Shu bitta joyda ziloni bor, qolgan joyda yo'q. Bu ham ruchnoy chizilgan ekan. Ruchnoy bu ham ustida. Keyin lak sepiladi. O'ynasa ham mana shu zo'r ekan. Bu Xitoy tillasi emas, haqiqiy tilla susalli bu. Ana podelka tilla emas. Nechidir anaqa. Necha yoshli odam uyida o'zi bu xona? Где-то 50 plus-da bu уже to'g'rimi? Hozir 50 plusda. Komandada kimlar bo'lishi kerak? Keyin komandada intereslar ham qanaqa bo'lishi kerak? Mana shu qiziq mavzu menga. Sizda qanaqa? Shuni ayta olasizmi? Интересlar, Realizatsiyada. интерес, скажем, финансовый или Finansiy, tam misol uchun fiksirованный summa olindi. N summa olindi deylik. Shuni manager prorab yana komandada kim bo'lishi mumkin yani misol uchun? injener bo'ladi, Men komplektator bormi, kim assistlar bormi, nima qanaqa bo'ladi, komanda qanaqa bo'lishi kerak? Bunaqa ob'yomdagi ishni qila olish uchun men bu kvartiracha haqida aytmayapman. Komanda qanaqa bo'lishi kerak? O'sha komandada kim qanaqa taqsimot qilsa, hamma to'g'ri bo'ladi. Birinchi o'sha proyekt chizilgandan keyin, arxitektura bo'lgandan qurilishdan oldin сразу строительlarni chaqiradi. Общий переговор qilamiz deb proyektni monitor ko'rsatib. Misol uchun mana bu proyektni biz birinchi очередь строитель fundament qiladigan bilan gaplashiladi. Konstruktor ham o'tiradi hammasini. Ikkinchidan injenerika bu narsa qatdan kommunikatsiya kirishlari, santexnik, o'sha beton ichidan tashlab ketish kerak o'sha narsalar. Hatto bir qurilishlarda bor, beton qo'yadi, keyin buzadi, keyin anaqa teshadi bu narsalar. Biz oldindan zakladni tashlab ketamiz. Undan keyin o'sha klimat. U hammasi brigadamizda bor. То есть ishimizda asosiy o'tiradigan firmada bu prorabы, снабженцы, keyin injenerlar o'tiradi. O'sha asosiy injenerlar, qolgani это уже мы подрядчикlarni olamiz, которые с кем уже работаем много лет. Bu santexniklar, elektriklar bor. Har doim bizani obyektda qilib yuradi. То есть мы достаточно obyekt beramiz. Вот. O'sha taraflama tanlashda ham misol uchun adashish kerak emas. Qilingan opiti bor narsalar. Bir xil italyan santexnika olib kelib bersangiz, fayanslarni bir xil santexnika qo'ya olmaydi ham, bilmaydi ham, buzib qo'yadi, qattiq noto'g'ri o'rnatadi va shu narsalar bo'yicha adashish kerak emas deb o'ylayman-da. Yaxshi mutaxassislarni komandada yig'ib turish kerak. O'sha taraflar ushlab tursa, finans taraflama
podrachchikligi как положено o'sha kelishilgan anaqasi объемiga точкasi deydimi boshqasi o'shaniki to'lanadi. Остальные это все на зарплате. Не маленький зарплат, yaxshi summa to'lanadi, чтобы постоянно anaqa bo'lish. Hozir podrachchiklar haqida gap ketyapti. Podrachchiklar bo'ldi, ular kontrakt alohida. Ularni kontrakti alohida. Ular o'zini qilgan объемini pulini oldi. Bo'ldi, ular ketdi. Endi sizni komandangizdagi 4 ta departament desa ham bo'ladi, misol uchun. Manager, misol siz. Keyin ikkinchi odam dizayner, который ведет этот авторский надзор. Bu ham условно sizsiz. Lekin u departament alohida все равно. Alohida. Aslida. Keyingisi prorab. Prorab bitta emas. 3 ta prorab bitta obyektda. Nega 3 ta? Bittasi asosiy anaqani qaraydi, misol uchun, ikkitasi ikkinchi etaj qaraydi. Bo'ldi. Bu bitta departamentda ular o'zligi bo'lishib olishgan. Bo'ldi. Bu departament. Uchinchisi, to'rtinchisi уже anaqa. Injener. Yaxshi injener o'zi. Xo'p, u injener bo'ldi, ketdi. 5-inchisi ham bor, снабженец. Снабженец ham bor. Снабженец ham 3 ta edi, 2 ta xos. Bitta obyektga. Ular ham bitta departament. Mana endi mashalarning orasida pul taqsimoti qanaqa bo'lish kerak deyishdan oldin ularni aslida mas'uliyat taqsimotiga ko'ra bo'ladi. Ularni sohillari qayerda? Ya'ni kesish bir-biriniga o'tib ketmaydi. U nima ish qiladi, bu nima ish qiladi, bu nima ish qiladi, bu nima ish qiladi-da. Ya'ni proyektdagi o'rnini protsentlarda bilsak bo'ladimi? Ну, скажем, все Hamma равномерныйmi? o'ziniki равномерно, hammasi bo'linib beriladi. Sen mana shunga qaraysan, sen bunga qaraysan, hammasi как положено ramkani chiqib ketish kerak emas-da. То есть u unga bularning ishiga qo'shila olmaydi, prorab ishiga. Misol uchun bu bo'lmasa, bunga kelsa u tushunmaydi, buni proyektga qaramaydi. Faqat снабжение olib boradi, misol uchun. Injenerlik faqat misol uchun keldimi, patologda rishotka to'g'ri kelmayapti, misol uchun. Uni o'zgartira olmaydi, injener chaqirish kerak. Injener kelib пока добро не даст, там не начнет потолки даже сделать. Hammasini o'zini anaqasi bor, bo'lingan mahsuliyati bor. O'sha hammasiniki tengmi? Yo'q, teng emas. Injener qimmatroq oladi, снабженец bundoq oladi. Prorablar boshqa summa oladi. Hop, kimdir protsent oladi, kimdir oylik oladi. Protsent oladigan partnyor bo'ladimi? Partnyor bo'ladi. Prorab desa bo'ladimi o'shani? Prorab desa bo'ladi, строитель prorab. Hop, снабженец hech qachon partnyor emas. Yo'q. Uni alishtirish mumkin bo'lgan odam. Har doim alishtirib olsa bo'ladi. Hop, injenerlarni ham alishtirib olsa bo'ladi. Chunki ular har kuni obyektda bo'lish shart emas. Yo'q, boshida bo'ladi, tugalayotganda, zapisk qilayotganda bo'ladi. Bo'ldi. Faqat prorab, надёжный odam bo'lishi kerak. Keyin bu yerda dizayner bor. Misol uchun sizni o'zingiz bo'lmasangiz, bitta shogirdingiz qilgan proyekt bo'lishi. Shogird kelib yig'im ketgan paytimda biron joy avtorskiy nadzor olib bora oladi. Chizmalarda misol tushunmaysa, chaqirib o'shani aniq qilib ko'rsatishadi. Lekin главный menejer o'zingiz bo'lasiz. Ya'ni prorab bilan tengmisiz? Почти. Shunaqa desa bo'ladi. Почти deganda qancha? 45-55 takriban bilib oling. Да. 60 на 40 da. Sizda 60 da to'g'rimi shunda? Ну, то что там mebellarga o'zim chiqaman, boshqasi shunda shunaqa. Bo'ldi, men shu narsani siz mana qilib yurgan odam sifatida shuni kontent yoza olmoqchiman-da shundan. O'ylab yurganlar bo'lsa, tashkilot ishlarni kimdirlar qilmoqchi bo'lsa, shundan o'rganadi. Shunaqa desam bo'ladimi? Конечно, можно, да. Shunaqa desa, shunaqa borsa qaytanga bu klientga misol uchun выгодно-da bu narsa. Chunki есть kontrol, есть hammasi по полочкам qilinadi, quriladi. Parisi qilmaydi ko'p klientlar. Hatto prorablar keladi, to'xtab qolgan, ustasi ketib qolgan, qochib ketib qolgan narsalar ko'p bo'ladi. Случайlar eshitasiz o'zingiz ham qurilishda. Qatib yorilib ketdi, boshqa qilib, notar qilib, kontrol bo'lmaganligi sifatida. Когда есть команда, каждый отвечает за свой этот уровень. Anaqasi ishiga javob beradi. Prorab shu odamni komandasi sizda yollanmami yoki o'zingiz shtati bormi? Ya'ni o'zgarmas odamlarmi основном такой? Qanaqa? Da, ancha yildan ishlab kelayotgan anaqalar bor. O'zining komandasi bor, ustalari bor. Да. U prorab misol stроитель уже как do'st, как aka bo'lib qolganlar, уже necha yildan beri, почти 15 yildan beri ishlaymiz ular bilan. Как partnyor bo'lib qolgan уже. Почти что men yo'q paytimda ular dizaynga qarab ketaveradi, misol uchun ular yo'q paytimda men u prorabga qarab ketaveramanda, misol uchun.
Замесед настолько за столько лет уже мы знаем, да, bunaqasini bilamiz. Kuchli ekanlar. Demak, siz talabingizga javob beradigan bo'lsalar. Именно chizib bergan narsani ular Qayerdan topgansiz ularni yoki sizni topgan ular? mani topganlar. Ular yoshlar kattami deyman? Yoshlar katta. Mani topganlar, o'shanga birinchi ishimiz o'sha bitta obyekt qilganmiz. O'shandan уже bilib olganman qanaqa urinda qurilishi. O'sha odam bilan ham bitta gaplashsak bo'lar ekan o'zi. Bitta program kerak. Biz podkastimizni quruvchi olib chiqmoqchimiz, quruvchi topolmayapmiz. O'shalarni olib chiqsanglar bo'ladi lekin. Bo'ladi. Juda kuchli, opitni anaqa. Bo'ldi, bir shunga ham yordam berasiz. Mayli. Yo, kabinet, asosiy kabinet. Скажем, o'zi переговорga borishga yoki o'zi o'tiradigan xonasi bo'lgan. Bitta stol bor edi, stol hozir yo'q. O'tiradigan joyi, mana bitta kreslosi, книжный шкаф, тоже Италия. Базарик, панели тоже с Италии, картины тоже привезли. Именно shu kabinetni tematik ko'rayotgan bo'lsangiz, hali zavodi boshqa, bu yoqda boshqacha tematik ishlatiladi. Bu yoqda peyzajlar yarashmaydi. Abror aka, men dekor, kartinalarni uy egasini o'zi tanlaydimi yoki kim tanlaydi? Mana u personalniy xohishga ko'ra bo'ladi-ku. Asosan man tanlayman dekor. Dizaynerlar tanlaydi. Siz tanlab berasiz, lekin taklif qilasiz. Taklif beraman. Tushunarli. Klientlar misol uchun o'ziga sizga yoqmaydigan dekor taklif qilsa-chi? U qayerdandir yutib olgan, qayerdandir sotib olgan, otasidan, dadasidan qolib ketgan sovg'a. Lekin hozirgi holatda ko'pchilikda uyda podarочный narsalar bo'ladi-da. Misol har remont boshlagandan oldin mana birinchi shu joy ko'rsatadi. Katta xonada podarочный qahva chemodanlar keraklilarni olaman, tushadigan narsalarni. Misol uchun men joyga уже bilaman qayerga joylashtirishni. Какие-то вазочки bo'lsa между книгами, какие-то fotoramkalar bor, boshqasi shularni bitta dekoratsiya qilib chiqiladi. Tushunarli. Spetsifikatsiyaga qo'shib yuborasiz o'shani. Hali his, italyan hissi bormi? Bor, buni o'tirganda anaqa ekanda, misol uchun bitta kabinet egasi o'tirsa, oldida rolingga o'tirar ekan. Rolingga o'tirasiz, отчет berasiz-da. Da, lekin tegi yumshoq, zo'r. Ko'rgan ko'rayotgan bo'lsangiz, тоже такой effekt qilingan, eskicha chesterlarga o'xshatib, effektlari zo'r. Kojalarini qarang. Натуральный кожа. Где столик был? Nimaga olib tashlashgan? Boshqa uyga olib borishdi-da, boshqa uyda turibdi bu narsa. Tak proyekt topshirayotganda bu yerda bor edi bu narsalar hammasi. Ustira ham qizil ekan, hozir. Ustira ham qizil. Hamma narsa xullas bir-biriga mos ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kartina здесь лошадь тема, здесь вот лошади тоже только с крыльями. Gap yo'q, endi ko'rdim. Mana klassikada mana shu narsadan bilsangiz bo'ladi, bilasizmi? Shishani bir xil reyka qo'yadi-yu. Reyka qoldiradi. Так вот это красиво получается. Shishani nimaga ushatib olgan birinchi? Kley. Bir tomoniga kley ushalgan. Da. И bir xil zakazlarda ichkari fonni ham shunaqa ramka qilib gobelin qilganim ham bor. Shubli chiqadi. Bu ham effekt chiroyli chiqadi. Ручной endi bu ham inkrustatsiyalari endi aniq rучной bo'lsa kerak. Ручной, все ручной здесь. Shponlarigacha tanlangan, ko'rasiz, направление mana bo'lingan joylari bor. Shpon bilasiz, katta bo'lmaydi. To'g'ri. Bitta bo'lingan, bitta bo'lingan. Mana. Mana. Soat o'ynab turadi har soat, yarim soat. Ovozlari ham. Холл чистый, я уже мастер bedroom. Здесь то, что у нас это Италия была и дизайн французский стиль qilamiz. Qattiq присутствует Италия и Франция. Франция bir shahar, joy, zamok. Yaxshi rasm ekan shu. Ben chizilgan, не print. Abror aka, mashinaning narxi oshadimi? Shunaqa rasmlarmi yo bular kopiyalar? Yo'q, bu bunaqa narsa. Bular чисто xonani dekor uchun. Bunaqa u kompozitsiya o'ziniki bo'lishi kerak. Avtorskiy borda, avtorskiy bor. Unda qo'l qo'yishida ma'no yo'q ekan-da, yo bormi? Это недорогие картины на самом деле. Есть очень дорогие картины. Son o'zi xonasi.
Mana shularni uzyapti menga. Bu Sanuzilda ham mramor ishlatganmiz. Bu ham mebel anaqa master bedroom bo'lgani uchun sal qimmatroq yaxshiroq olganmiz. Lineator firma. Usti naturalniy narsalar ishlatishgan, latum, дерево, mramor. Shkopchalari ham mana harf narsa qo'yishingiz o'rnas. Mana shu yoqdi menga. Shxom yoqdim. Mana vanna ham zo'r tushibdi-da. Bir joyga taqalib qolmagan. Bu yerda yotib, vanna primat qilishingiz juda ham udobni. Sochi mana oldida. Stolik bo'lsa, biror nima qo'yib. Super. Yani luxury deydi, luxury. O'ynani ham zo'r, mana yorug', svet o'chirsa ham yorug'. Mumtozlargacha hammasi komplekt lineatorniki. Qarona ochiladigan. Boshqacha ekanmi uniki ochilish? Sidushkada. Значит, klassika встроенный bachok bunda. Mana bu seriyada отдельно anaqa tsepligi bor. Tsepli klassik ham bor bunda. Lekin встройкада. Bu yerda anaqa turbadanmi, tepada bachok bo'ladiganmi? U tepa turadigani bor seriyasi, lekin bunda стройныйsi bachok bu yoqda. Mana shu estetikniroq ekan. Chunki bu yerda joy не позволяет, a так bu ham chiroyli chiqadi. Tseplarni tillali turadi. Hop, tushunarli. Toshlar ham yoqdi, akkuratni qilgan. Toshlar ham mramor ishlatilgan, bejev rangda. Bejev rang qachon anaqa прогорит, то есть любой narsa yarashib ketaveradi, kontrast qilib qo'ysangiz. Nima tosh bu? По-моему, bu anaqaniki ishlatilgan, seriyskiy tosh bu. Mramor. Keramorfilga o'xshab ketyapti. Kremga o'xshaydi, lekin bu kremdan yaxshiroq o'xshayapti, qimmatroq. Mana tosh imperator. Imperator. Traversin, oddiy traversin. Ironikimi? Zo'r. Bugungi suhbatimiz bir boshqacha bo'ldi. Professionalniy bo'ldi. Bir ikkita momentlarni o'tgan safar bila olmay qoldim. Shularni so'rab oldim Abror akamdan. Endi bilmadim, bu hozir 10 yil oldingi obyektlari vaqtga nisbatan klassikani qanaqa turganini u baho berasizlar. Hammaning fikri o'zi bilan. Menga yoqdi, turibdi zo'r. Bir ikkita ba'zi bir momentlarni o'zi ko'rdinglar, meni fikrlarimni yoki Ilyos fikrlarini. Tashakkur suhbat uchun. Abror aka, rahmat. Abror aka obyektni ko'rdi, obyekt rostdan ham zo'r ishlangan. Ayniqsa shu 12 yil oldin chizilganda 2 yil realizatsiya bo'lgan, keyin 10 yil bo'lgan. Bu obyektga undan oldin yana chizgansiz, sizni aytishingiz bo'yicha 1 yil chizasiz hali. 13 yil oldingi ish bo'lyapti-da bu. 13 yil oldin uchun menimcha bundan yaxshi ish ko'rmadim men hali. Endi ko'ramiz yana. O'zingizlar xolis berasizlar. Rahmat, ko'rsatganingiz uchun hali ko'p maslahat so'raymiz, ko'p obyektlaringizni ko'rishga olib borasiz degan umidimiz bor. Rahmat chaqirganingizga. Я думаю, bu один из первых, объектов, который boshlagan, karyeram boshlagan obyektlar. Yana xolos yana bir podkast qilsak, boshqa obyektlarda uchirishamiz ham. Da, mana o'sha kutaman o'sha kunni. Boshqa yo'nalishda, boshqa darajada, boshqa stilda. Bu klassika, есть другие направления, конечно. В таком же уровне выполнено. Bo'ldi, zo'r bo'lardi Abror aka, rahmat. Rahmat sizlarga.